Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi muxlislar yoki hamkasblar yoki ko'zlar. Hamma barchangizga Egalagramdan kattakon salom. Anchadan beri videoda chiqmay qoldik. Endi o'zgarish sabablari bor. Har xil xizmat safarlari, O'zbekistonda xizmat safarlari va Germaniyada ham xizmat safarlari ko'payib qoldi. Lekin shunga qaramasdan turib bizning jamoamiz har doimiy yangi ma'lumotlar berib bormoqda. O'zimizning Instagram kanalida, Telegram kanalida doimiy ma'lumotlar. Bugungi asosiy ko'radigan mavzuyimiz aynan bitta molxonada oziqa stolida oziqani qizib qolishi yoki deylik biz oziqa omborlarimizda oziqani qizib qolish to'g'risida gaplashamiz. Chunki bu o'ta dolzarb masala, dolzarb mavzu hisoblanadi. Nafaqat bu Germaniyada, butun dunyoda hisoblanadi. Sababi uni ta'siri juda ham iqtisodiy katta zarari bor. Bu xo'jalikda ko'plar taniydi, ko'plar biladi. Bu robotlashtirilgan, robotlar asosida oziqlantiradigan va robotlar orqali sog'iladigan xo'jaligimiz. Lekin mavzu bu emas asosiysi. Mavzu o'sha aytganimizdek oziqani qizishi. Nima uchun bu masala juda ham dolzarb masala? Bu oziqani qizib qolishi orqali barcha jarayonga ta'sir qilamiz. Sut mahsuldorligini olishga ham yoki tana vazni olishga ham, mollarimiz qochishiga, tuyoqlarning kasalligiga va iqtisodiy zarar juda ham kattalashib boraveradi. Bu to'g'risida yana video davomida aytib o'taman. O'zbekistonda ko'rgan natijalarim, mana Germaniyada qilingan natijalar yoki Germaniyada ko'rilgan iqtisodiy zararlar, O'zbekistonda ko'rilayotgan iqtisodiy zararlar to'g'risida ham gaplashib o'tamiz. Buni albatta xulosasiga chiqarib olarsiz. Hozir ko'rayotgan joyimiz bu chorvalarimiz ayni vaqtda yeb turgan oziqa, demak, stoldagi oziqa to'g'risida gaplashamiz. Siz oziqa omboridan sifatli oziqani olib keldingiz. Endi bu yerdagi qizish jarayonini to'g'rilab o'tganimizdek, bu yerda endi biz albatta molimizga beradigan dag'al oziqalarimizni o'sha beradigan energiya va oqsil oziqalarimiz, minerallarimizni birgalikda aralashtirib berishimiz kerak. Bu orqali yeyuvchalik yaxshilanishi kerak. Aynan molimiz yeyish kerak. Yegan molda kasallik kamayadi, albatta mahsulotlari yuqori bo'ladi. Endi siz uni namligini keltirib olasiz. Chunki dag'al oziqangiz quruqroq bo'lib qolsa, unga qo'shimcha qo'shiladigan oziqalar orqali yanada quruqlashadi. Bu orqali esa mollarimiz o'sha tarkibidagi energiya va oqsil beruvchi konsentratlarni topib olishga imkoniyat ochib beradi. Aynan bu Egalagram jamoasi shuni ko'p ta'kidlab keladi, ajratib olmasin. Mana shu oziqani shu oldimi tarkibidagi hech narsani ajratib bo'lmasin. Lekin afsuski bunga keyin nima qilasiz? Suv qo'shishga majbur bo'lasiz. Suv qo'shgandan keyin, ayniqsa bizni yopiq demak oxirlarimizda mahsulotimiz tezda qiziydi. Tezda qizidi, yana o'sha to'xtalib o'tamiz, sifat buzilishi, hid ta'm buzilishi, hid buzilishi yuzaga keladi. Do'stlar, biz video olyapmiz, orqamizda ishlaydigan odam ko'ryapsizmi? Mana bu xo'jalik rahbari hisoblanadi. Ikkita robotasi, endi sovish zali. Umuman olganda bu yerdagi bu mahsulotni taxminan hisoblaydigan bo'lsangiz, pulni hisoblamoqchi emasmiz. 30-40 million yevro atrofidagi puli bor odam. Mayli, bu ham bir gapga yana gap. Endi asosiy mavzu. Demak, ko'rib turganlaringiz bu chorva uchun qilingan oziqa ratsioni. Bu to'g'risida barcha ma'lumotlarni berib o'tdim. Ratsionlar to'g'risida. Endi oziqani qizishi qanday yuzaga keladi? Bu to'g'risida gaplashamiz. Oziqani qizishi aslida sizning sindros omborlaringizdan boshlanadi. Ana o'sha yerdagi qilgan xatolingiz evaziga mana bu yerga kelib qizish boshlaydi. Va endi bu yerdagi xatoliklaringiz to'g'risida gaplashsak, bu yerda bizda O'zbekistonda ko'p uchraydigan holatimizdan bittasi oziqa stoli yoki oziqa oxirlari yopiq shaklda qurilgan. Yopiq shaklda bo'lgandan keyin o'z navbatida namlik bu yerda yoki deylik, u yerda havo aylanishi yo'q va namlik yuqori bo'lgan taqdirda bu yerda qizish yuzaga keladi. Bu tabiiy qizish. Endi tabiiy qizishda endi bunga yanada bitta qizish turi borki, bakteriya orqali, ya'ni yetarli darajada shirali oziqalar yetarli bo'lganda, shakar yetarli bo'lganda, kraxmal yetarli, barchasi yetarli bo'lgan paytda endi zamburug'lar shakllanadi. Aynan temperatura zo'r, namlik zo'r, oziqa zo'r. Aynan mana bu yomoni endi zamburug'lar bilan birgalikda. Zamburug'lar bilan qiziganimizda o'ta qizishga yuzaga keladi. Mana o'zim o'lchagan paytimda 60 gradusgacha o'lchaganman do'stlar. 60 gradusgacha temperatura qiziganini ko'rganman. Endi qizigandan keyin xo'p, qizitdilar, nima bo'pti deyishimiz mumkin. Afsuski, bunaqa emas. Issiqqina ovqat yemaydi molimiz do'stlar. Issiqqina emas, aynan molimiz uchun salqin. Bugungi kundagi olib borgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, 1 gradusdan 3 gradus oralig'idagi bo'lgan temperatura mana bu yerdagi eng optimal temperatura hisoblanadi. Endi buni albatta tashqi temperatura bilan bog'laymiz va ombordagi temperatura bilan bog'laymiz. Bu jarayonda biroz qizish yuzaga keladi. 12 gradusdan keyin ko'tarilib borgan sari bu yerda 12 gradus o'rtacha. Hamma joyda o'lchab qaraganda keyin 12 gradusdan ko'tarildimi? Demak, bu qizish yuzaga kelyapti degan. Endi bakteriyalar bilan qizishni boshlagandan keyin eng yomon tarafi shundaki, bu yerda zamburug'lar bu yerdagi oziqani yeyishga tushadi. Qizigandan keyin suvda eruvchi barcha vitaminlarimizni yo'qotamiz. Oziqani sifati buzilib boradi, hidi, ta'mi hammasi buzilib boradi va molimizni yeyishni o'z navbatida kamaytiradi.
Chunki qo'limizda asosiy signallar nimalardan iborat edi? Ta'm va hid. Aynan mana shu ikkita signal, ya'ni bu oziqa demak sezuvchi organlar endi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, buni yeyuvchilikni kamaytiradi. O'zimiz ham yomon ovqat yemaganimizdek, molimiz ham tayyorlangan ratsionni yemay qo'yadi. Demak, eng muhim narsa bu yerda o'sha yozda ham namlikka e'tiborli bo'lishimiz. Namlikka e'tiborli deganimizda o'ta ho'l bo'lib ketmasligi kerak. Mana masalan qo'lingizga oldingiz, mana oziqa ratsiondan qo'lingizga olasiz. Doim ko'rsatib o'tganingizdek, bir marta olib mana bir marta buraysiz. Demak, mana ko'radigan bo'lsa, zaf deydi buni. Demak, suyuqlik kelib chiqyapti, shirali suyuqlik kelib chiqyapti. Bu taxminan mana shu yerda 38% quruq massa bor degani. 1 kilo ratsionimiz tarkibida 38% quruq massa bor degani. Aynan mana shu 38 bilan 40 oralig'idagi quruq massa, 38% bilan 40% dagi quruqlik massa optimal holatda mollarimiz o'sha tarkibdagi konsentratni ajratib olishga imkoniyat qoldirmaydi va mahsulotimiz juda ham ratsionimiz yanada sifatli bo'ladi. Endi qizish deb men umid qilaman tushunib oldingiz, nima uchun qizib qolishligini. Yana takrorlab o'tamiz. Demak, oziq omborimizdagi xatoliklar va bera olib kelganimiz ekan yopiq oxirlarimizda qilayotgan xatoliklarimiz, ko'p miqdorda suv qo'shib yuborishligimiz va mana bu ratsionni bir kunga to'ldirib qo'yishligimiz oxir. Endi bularni oldini olish uchun mana bu yerda qanaqangi ish olib boramiz? Bu to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Endi albatta bilamizki, shogirdlar yoki ashaddiy muxlislarimiz aytadi, nimaga bu yog'i bo'sh turibdi degan bo'lishi mumkin. Bu hozir ayni vaqtda tozalash ishlari olib borildi. Hozir robotdan yangi oziqani tayyorlayapti, olib ketib tashlaydi. Buni bilib qo'ygansiz-da. Xo'p. Do'stlar, albatta siz mana shu qilishingiz kerak bo'lgan narsa. Qizimasligini ta'minlashingiz kerak yozda. Biz hol boshqa muomala to'g'risida emas, aynan oziqa to'g'risida gaplashamiz bugun. Demak, nimani qila olasiz? Albatta birinchi navbatda qiladigan ishingiz omboringizdagi xatoliklarni kamaytirishingiz. Buning uchun hozir biz yana video davomida omborga borib, alohida unga bo'lsa maslahat berib o'tamiz. Endi bu yerdagi xatoliklarga qaraydigan bo'lsangiz, imkon darajasida mana oxiringizni yopiq oxir qilmaslik. Ulug'bek akani videosi chiqdi. Oqish ham kafellar qo'yib ochiq qilganlar. Aynan mana shunaqangi ochiq shakldagi mana shunaqangi, qarang, havoni aylanishi kelib turadi. Hech qanaqangi oziqa tiqilib qolayotgani yo'q va oziqa aylanib turishi. Mana tagini kafelar qilishingiz, tiniq bo'lishlikligi va oziqa doimiy bo'lishligi va bizning sharoitimizda aynan o'lkamiz issiq bo'lganligi uchun oziqani imkon boricha eng kamida 2 marta. Demak, ertalab salqinda, kechki salqinda berishni ta'minlashingiz. Bu esa o'sha oziqani qizimasligini olib keladi. Yana bittasi, quyoshning to'g'ridan-to'g'ri ustiga tushmasligi. Yana bittasi, o'ta nam bo'lib ketmasligi ratsion. Nam bo'lar ekan deb suvga qo'shib aralashtirib bermaslik. O'zining kerakli me'yorda namlikni keltirib berishimiz. Va yana bittasi, oziqani doimiy agar mana shunaqa ochiq bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi surib turishingiz. Shunaqangi mollarimizga surib tursak, bu havoni aylanishini ta'minlab beradi va isishini ham qizishini oldini oladi. Necha marta surib turish kerak? Endi aslida molda oldida doimo oziqa turish kerak deb aytamiz-ku. Buni imkon darajasiga har 3 soatga bir marta kontrol qilib turilsa, bu o'tganda bitta jo'rob bilan buni surib qo'ysak, yoki shoxa bilan maqsadga muvofiq bo'ladi. Aytganimizda bu yerda robotlar oziqani tayyorlagani uchun bular alohida mana shunaqangi ombordan olib kelib uyum qilib qo'yadi. Baland qilib, tog'day qilib. Demak, mana shu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Agar qo'lingizni mana shu tiqsangiz, qarang buni yaqtayli ekan. To'g'risi qo'lim yaqlayapti. Mana shu narsa muhim narsa. Aynan oziq ombordan keladigan mahsulot shunaqa darajada yaqtay bo'lishi kerak. Buni ham sirlari bor, uni ham aytib o'tamiz hali omborga borganimizda. Qarang Sanjar, sifatiga qaraydigan bo'lsak, bironta ham don ezilmay qolmagan. Barcha donlar ezilgan. Hozirgi kunda bu narsani aytib o'tishimiz kerak. Hozirgi kunda yangi silis chiqyapti. Yangi silis chiqqani albatta bersa bo'lar ratsionga moslashtirib. Bermaslikda hech qanaqangi bir unaqasi yo'q, taqiq yo'q u yerda. Faqatgina o'sha yerni aytamizda, biz nima olmoqchimiz o'zi Makka silisdan? Faqat qorinni to'ldirmoqchimizmi, katta qorinni to'ldirmoqchimizmi yoki energiyaga boy oziq olmoqchimizmi? Do'stlar, o'shaning uchun donlarga e'tiborli bo'lasiz. Albatta donli bo'lishi va donlarni ezilganligi bo'lishi. Mana ko'rganimizdek bironta ham don ezilganini qarang. Butun don topolmaysiz. Barchasi ezilib ketgan. Bu esa albatta katta qorinda yaxshi hazm bo'lishini ta'minlaydi. Sizda albatta ishonchli garovingiz, bu iqtisodiy daromadingiz do'stlar. Aynan mana shu yerda qilgan xatolik evaziga mahsulotning kamayishi yoki tana vaznini olishmasligi 100% isbotini topgan. No. Bu yerda nima qilyapti? Bu senaj. Beta senaj deymizmi yoki o'zimizda bug'doydan yoki vertikaldan tayyorlangan beta senaj bilan xuddi shu shaklda olib keladi. Bu ham shuda. Mana qaraydigan bo'lsak, uni qarang, yaqtayligini. Muzdaymi? Sifati a'lo darajada. Ko'rinishi ham, hidi ham, ta'mi ham. Aniq ta'mi yeb ko'rmadim, lekin ana hidi zo'r bo'lgandan keyin ta'mi ham zo'r bo'ladi albatta.
Bu ko'rganimizda o'sha somonni har doim aytib o'tganimizdek, somonni o'sha maydaliligi muhim deganimizdek, mana bu yerda hozir bu arpa somoni. Arpa somoni bilan bug'doy somoni ikkalasi farqi. Buni ko'pgina videolarimizda aytib o'tganmiz. Ikkalasi asosiy katta farqi bu yerdagi demak kelishayotgan miqdori. Arpa somoni biroz yumshoqroq bo'ladi va uni tarkibida taxminan 400 gramm atrofida demak kelchatki bo'ladi. Bug'doyda esa ko'proq bo'ladi. 450 dan 500 gacha bo'ladi. Va u bug'doydagi aynan kelishayotgan ta'siri zo'rki, unda qattiqroq bo'ladi. Arpa somonimizga nisbatan qattiqroq bo'ladi. O'shaning uchun men tavsiyam shunda doim arpanikini tinimdordagi mollarimiz, sog'indagi mollarimiz bular barchasi bersa bo'ladi. Buzoqlarimizga aynan bug'doydagi zo'r bo'ladigi sababi bug'doy buzoqchalarimizda katta qorindagi tukchalar hali yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Aynan tukchalarni qitiqlashda bu anaqani o'rni juda ham katta. Somonni arpasini, somonni ya'ni aynan bug'doy somonni ta'siri yuqori. Sababi o'sha aytganimizdek, mana ko'rsatib bo'lishi mumkin, qattiqroq bo'ladi. Nisbatan qattiqroq bo'ladi. Pastdagi ham bug'doydiki, tepadagi anavi. Aynan mana struktura, mana ushlab ko'rsangiz ham, bunisi mana muloyim, bunisi qattiq ta'sir qilyapti. Qattiq ta'sir qilishi ertaga bo'shab qolmaydi, katta qorinda tushgandan keyin tukchalarni qitiqlaydi, tukchalarning o'sishini ta'minlaydi. Ana tukchalarning o'sishi o'ta muhim narsa. Bu yerda albatta ratsion ham katta rol o'ynaydi, sababi bizga aynan tukchalarning rivojlanishi uchun bizga o'sha yerda savol qoldiraman. Qaysi yog' kislotasi kerak bo'ladi, do'stlar? Shogirdlar bilish kerak buni. Yo'q, kommentariyga yozib qoldiringlar. Qaysi yog' kislota kerak bo'ladi? Aynan o'sha demak oziq ratsiondan ajralib chiqib, tukchalarning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Va bu yerda somonning roli ham katta bo'ladi. Demak, mana chorani ko'rib turganingizdek, do'stlar, bu sementdan olamiz. Hozirgi kunda mana shu Germaniyada temperatura ancha qizigan, 30 gradusdan yuqori rekord bo'ldi bu yil, 42 gradusgacha chiqdimi? Shunaqa bo'ldi. Shunga qaramasdan turib, to'g'ri 32 litrdan, o'rtacha 32 litrdan tushgani yo'q. O'sha aytganimizda Sanjar mana axlatga e'tibor beradigan bo'lsak, axlat ham optimal holatda bunaqa biroz mana ko'radigan bo'lsangiz, don mahsulotidan ko'ryapsiz. Ana shu yerdan turib ham ko'rish mumkin. Bu asosan somon ekiladigan donlar bo'lishi mumkin yoki deylik, makka silisida yaxshi ezilmagan makka doni bo'lishi mumkin. Narsamiz hammasi amaliy ishlar edi. Endi biz bu qila oladigan ishimiz, ya'ni xo'jalikda hech qanaqangi xarajatsiz bemalol qila olamiz. Ya'ni o'zimiz oxirlarni to'g'rilaymiz, va oxir jo'za quramiz, shuni ham qurib qo'yamiz. Yoki oziq mollarni doim oldiga boramiz, surib qo'ya olamiz. Namligiga e'tibor bera olamiz, lekin yana xavf kuchli bo'ladigan bo'lsa, qizish ehtimoli yuqori bo'ladigan bo'lsa, uning uchun esa bizni Ideal Agrar jamoasining o'zining javobi Karim Sorbat mahsuloti. Aynan bu mahsulot to'g'risida men o'zimni bizani Ideal Agrar jamoasini Instagramda ham berib o'tganmiz. Karim Sorbatdan aynan mana shu tayyorlangan oziqa 1 tonnasiga 400 grammga solib bersangiz 24 soatgacha ushlab beradi. Ana ventilyator qo'shilib ketdi. Avtomatik qo'shiladi bu. O'sha havoni isishiga qarab turib, molxonadagi havo temperaturasiga qarab turib qo'shilib ketadi. Demak, oziqani agar siz majbursiz 24 soatga qilib beradigan bo'lsangiz, aynan buning uchun qizib ketishdan oldin olish uchun bizning Ideal Agrar jamoasining Karim Sorbat mahsuloti bor. Telefon nomerini qoldirib ketamiz. Bizning barcha hamkorlardan topishingiz mumkin. Mahsulotdan 400 gramm qo'shiladi, 1 tonnasiga tayyorlangan ratsioningizga 400 gramm qo'shiladi. Suyuqlik shaklida aylantirib olasizda, eritib olib, tuz shaklida va uni demak oziq ratsionga aralashtirib olasiz, bo'ldi. Qarabsizki, tinchlik, qizimaydi ham va oziqning sifati buzilmaydi. Hozir biz buzoqchalarning bo'limiga keldik. Muhtaram aytib o'tmoqchimanki, doim aytib o'tadigan narsa. Buzoqchalarda gigiyena yoki tozalik birinchi o'rinda. Shundagina sog'lom bo'ladi. Buni qarang. Tozalik, o'sha deylik. Taylarning quruq bo'lishligi. Buning uchun esa maydon to'g'ri kelishi kerak. Har bir buzoqchalarda taxminan 4 kvadrat, buzoqchalar uchun 3 kvadrat hisoblanadi. Shunaqa holat bo'lsa, quruq hisoblanadi, tay quruq bo'lib qoladi ancha. Pichanch. Pichanalar doimiy pichan bo'lishligi va undan tashqari bularning o'zining konsentratsiyalari ham bor. Va suv ta'minoti muhim narsalardan bittasi. Doimiy suv bo'lishligi. Bu yosh maniki hali 1 haftalik, 2 haftalik demasdan doim oldida suv qo'yavering. Bir kundan keyin ham ichib qo'yish ham ehtimoli yuqori. Mana yangi avlod, mana. Vaysmelga deydi-ku do'stim. Mana. Qarang, mana aynan buzoqchaning sog'lomligini do'stlar ko'rishingiz mumkin. Qachon ko'rishingiz mumkin? Qachon oldiga kelsangiz, hammasi intilib yoningizga kelsa. Shunda buzoqchaning sog'lom bo'ladi. Chunki u qorni och, nimadir xohlayapti. Mana hammasi o'zi kelib olgan. Qo'lim toza do'stlar. Nonlari yangi tug'ilgan. Ha, bular
doimiy bo'lsa haftalikda to'ladi. 28 kun Germaniyada yangi qoida qonun uzoqdan tug'ilgan paytda kamida 28 kun yana xo'jalikda bo'lishligi va gruppa haljom degan narsa paydo bo'lgan. Endi bundan keyin tug'ilib bir haftadan keyin barchasi alohida gruppalarda bo'lishligi shart. Ya'ni o'sha bir-biri bilan o'zaro munosabati bo'lish kerakligini aniq qilyapti, talab qilinyapti.